Yangiyer Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumidamiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazining 2004-yil 24-yanvardagi 16-sonli buyrug'iga asosan Yangiyer tibbiyot bilim yurti Yangiyer tibbiyot kolleji nomi bilan faoliyat yurita boshladi. Keyinchalik esa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-iyundagi ma'muriy islohotlar doirasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish to'g'risidagi 197-sonli qarori va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2023-yil 24-iyuldagi 173-sonli buyrug'iga asosan Yangiyer Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi sifatida tashkil etildi. Mazkur dargohda hozirgi kunda hamshiralik ishi, feldsherlik ishi, stomatologiya ishi, funksional diagnostika ishi, farmatsiya yo'nalishlari mavjud. Ta'lim davomiyligi 3 yil. To'lov kontrakt asosida o'quvchilar ta'lim-tarbiya olib kelishmoqda. Bugun ta'lim muassasamizda yoshlarimiz o'rtasida milliyligimizni targ'ib etish maqsadida milliy qadriyatlar aksiyasi o'tkazilmoqda. Osh aksiyasi tashkil etilgan. Futbol, shaxmat shashka turlari bo'yicha yoshlarimiz o'rtasida sport ligalari ham tashkil etildi. Albatta kelajakda mana shu yerda tahsil olayotgan barcha yoshlarimizni o'ylaymizki, o'zlarini hayot o'rinlariga hamda o'sha mutaxassislariga ega kadrlar bo'lib yetishishni xohlab qolamiz. Albatta mana shunday yaratilgan imkoniyatlar bugungi kunda yoshlarimiz ongida, tafakkurida o'sha vatanimizga bo'lgan muhabbati, o'zlarining tashabbuskorligini ilgari surishlari zamin yaratib berilmoqda. Aytish lozim, texnikumda 36 nafar pedagog o'qituvchilar faoliyat yuritib, 9 nafar yetakchi o'qituvchi, 1 nafar bosh o'qituvchi, 4 nafar katta o'qituvchi, 2 nafar fan nomzodi, 20 nafar oliy ma'lumotli o'qituvchilardan talabalar bilim ko'nikmalariga ega bo'lishmoqda. Bizning tibbiyot texnikumimiz zamonaviy bilim, amaliy tajriba va sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi ilg'or muassasalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Texnikumimizda 4 ta xorijiy til, ingliz, nemis, rus hamda turk tillari kurslari mavjud. Bu kurslarda o'qituvchilarimizdan malakali bilimlarni egallaymiz. O'qituvchilarimiz juda ham malakali, ko'pchilik o'qituvchilarimiz jahon va respublika miqyosidagi sertifikatlarga ega. Amaliyot xonalarimizda sharoitlar juda ham yaxshi sharoitlarda biz tahsil olamiz. Barcha zamonaviy jihozlar, bilim malakalarini o'qituvchilarimiz berib kelishmoqda. Biz bunday texnikumda o'qiyotganimizdan faxrlanamiz. Ayni kunlarda havo harorati isib ketishi natijasida tabiiy sharbatlarga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori. Shu sababli o'quvchilar har xil mevalardan tabiiy sharbatlar tayyorlab, olgan bilim ko'nikmalarini amaliyotga tatbiq etib kelishmoqda. Biz o'qishimizni hozir fitobar tashkil qilganmiz. Biz hozir narsalar tayyorlab kelganmiz. Mana bu birinchisiga esa lavlagi, sabzi, mayiz, novot, olma aralashmasidan sharbat tayyorlaganmiz. Mana bu yerda smuzi, bu detoks hisoblanadi. Organizmni yaxshilaydi, yosh bolalarga ham tavsiya qilamiz. Yogurtlardan ko'ra. Buning ichida esa banan, yogurt, sut mavjud. Bu esa hozirgi issiq kunlarimizga muhitda tayyorlaganmiz. Mana buning ichida esa gilos bor, qulupnoy, keyin esa limon, yalpiz mavjud. Bu esa tiptoy o'rik sharbati, yurakka quvvat beradi, tabiiy energiya hisoblanadi. Mana bu esa anorli sharbatimiz. Anorli sharbatimiz ham organizmimizni yuvishga, keyin esa turli xil mineral moddalar, vitaminlar juda ham ko'p. Bu esa har tomonlama ham vitaminlari bor, organizmga ham yaxshi, ham shifobaxsh. Gazlangan ichimliklarda o'rniga tabiiy sharbatlarda ichishga hammaga tavsiya qilamiz. Ta'kidlash lozim, mazkur texnikumda talabalar bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida turli sport ligalari, ko'rik-tanlovlar, bahs-munozaralarga boy bo'lgan davra suhbatlari tashkil etib kelishadi. Sportning shashka, shaxmat turi bo'yicha o'quvchilar guruhlarga bo'linib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishadi. Shuningdek, sportning tennis, voleybol turlari bo'yicha ham o'quvchilar guruhlarga bo'linib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Hozirgi kunda texnikumimizda ko'plab sport ligalari tashkil etilmoqda. Bunga misol qilib, voleybol, basketbol, futbol, shaxmat, shashka va tennis musobaqalarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Sport bilan muntazam shug'ullangan har bir o'quvchi dars payti ham o'qituvchilar tomonidan berilgan bilimlarni albatta yaxshi qabul qilishadi
va men masalan o'zim ham shaxmat olimpiadasida g'olib bo'lganman. Nafaqat hozir va kelajakda ham sport bilan shug'ullanaman. Bu o'zimning sog'lig'im uchun kerak deb o'ylayman. Shuningdek, ushbu muassasada o'quvchilar nazariy olgan bilimlarini o'quv amaliy xonalarda amaliyotda qay tarzda tatbiq etilishi borasida malakali ustozlardan bilimlarini boyitishmoqda. Ayniqsa, o'quvchilar til o'rganish borasida qisqa kurslarda o'qib, yuqori natijalarga, ya'ni milliy hamda xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritishmoqda. Yangiyer Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatlik texnikumida mana shu ishlarimizni mahsuli sifatida ingliz va nemis tilidan Vanset sertifikatini olgan o'quvchilarimiz sertifikatlarini biz topshirish marosimida ishtirok etdik va kelajakda ularni o'sha xohish istaklaridan kelib chiqib xorijdagi kafolatlangan xavfsiz, tartibli migratsiyaga yuborish choralarini ko'ramiz. Bundan tashqari hozirgi kunda migratsiya agentligi tomonidan fuqarolarimizga yengillik bo'lish uchun Rossiya davlatiga mutlaqo bepul tarzda ishga yuborish amaliyoti joriy qilingan. Bundan tashqari hozir bizni faoliyat doiramiz kengayib, Yevropa davlatlari, Janubiy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikda yangi ish o'rinlarini qidirish, izlash choralari ko'rilyapti. Men o'ylaymanki, prof ta'lim muassasalarida tashkil qilingan shunday xorijiy til kurslari kelajakda bizni fuqarolarimizga juda katta shu xorijda yuqori daromadli ishlarga joylashish uchun sharoit, zamin yaratilyapti deb o'ylayman. Mazkur ta'lim muassasasi o'quvchilarning maroqli dam olishlari uchun so'lim go'shalardan biri hisoblanadi. Tabiati toza, salqin, ko'rkam etib bunyod etilgan mazkur bog'da o'quvchilar maza qilib dam olib turishadi. Bugun ham o'quvchilar biriktirilgan ustozlar ko'magida 7 ta guruhga bo'linib osh aksiyasini tashkil etishdi. Har bir guruh a'zolari 2 kilogramm guruchdan mazali, shirin osh tayyorlashga kirishishdi. O'zbek milliy taomi bo'lgan oshni, sir-sinoatlarini o'quvchilar bilmaganlarini aksiya davomida ustozlar ko'magida bilib olishdi. Har bir guruh a'zolari taom tayyorlashda sidqi dildan yondashishdi. Qolgan o'quvchilar esa ularni tabiat qo'ynida qo'llab-quvvatlab turishdi. Osh aksiyasida ishtirok etgan har bir guruh a'zolarining tayyorlagan taomi hakamlar hayoti tomonidan munosib baholandi. Bugun texnikumimizda osh aksiyasi tashkillashtirilgan. Biz 202 davolash qizlari ham bu aksiyada faol ishtirok etyapmiz. Bu aksiyani tashkillashtirishdan asosiy maqsad yoshlarimiz o'rtasida milliylikni, milliy taomlarni targ'ib qilish va yoshlarimizni yanada milliylikka targ'ib etishdan iborat. Bu aksiyada g'alaba qozongan talabalarga yaxshi sovrinlar ham e'lon qilingan. Xudo xolasa bu aksiyada g'olib bo'lamiz degan, g'oliblar qatorida bo'lamiz degan umiddamiz. Qolgan guruhlarga ham omad tilayman. Barchaga omad. O'zimiz mehnatimiz bilan barpo qilgan mana shunday ko'rkam bog' qo'ynida boshqa yillarga o'xshamaydigan ajoyib bir anjuman tashkil qilingan. Bu anjumanda oshlar konkursi desak ham bo'ladi, oshlar aksiyasi desak ham bo'ladi, milliy dasturxon desak ham bo'ladi. Biz o'qituvchilar, ustozlar, o'quvchilar bilan birgalikda bu aksiyadan juda ham xursandmiz. Sababi o'quvchilarni bir-biriga birlashtirish, ular o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratish, milliy qadriyatlarimizga bo'lgan muhabbatlarni oshirish, e'zozlash, bir-birini hurmat qilish, oilaga tayyorlash. Boringki, bu aksiyada ko'zlangan maqsad cheksiz, chegarasiz. Ustoz, o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar yo'q. Bugun biz hammamiz o'zimiz barpo qilgan mana shu bog'ni huzurini ko'ryapmiz. Ta'kidlash lozim, ta'lim tizimidagi bu islohotlar kelajagimiz egalari bo'lgan yosh avlodning bilimlarini boyitishda, ona tilimiz bilan bir qatorda xorijiy tillarni puxta o'rganish va ilm-fanda keng imkoniyatlarga ega bo'lishlariga xizmat qiladi.